Farzand tarbiyasi nomli kitobining davomi. Mikrofon oldida Nurjamol. Tegishilgan bolalarning hikoyasi. Bir podshohning texi balog'atga yetmagan o'g'li o'rda navoiyxonasiga to'la boradigan bo'lib qopti. Buning sababini hech kim aytib berolmabdi. Ashu yerga bir berib olsam kayfiyatim bakmi yaxshilandi. Boshqa vaqtda o'zimni bakmi parishon, ruhsiz his qilman, debdi o'g'limi. Podshoh o'g'lim biror og'ir kasalga mubtalo bo'lgan o'xshaydi, deb o'ylab, mashhur tabiblarga ko'rsatgan bo'lsa-mu, hech bir unumi bo'lmabdi. Bu ishdan xabar topgan bir donishmand podshohga munda debdi: "Bir qo'shiq qanimdan kechgayla. Men o'z fikrimni aytsam, meningcha o'g'illarning ona jamiyati birasi navoiylik bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. Bu nonning puruqidan huzurlanish o'g'illarga qondan o'tgan bo'lishi mumkin", debdi. Podshoh donishmandning bu so'zidan g'azab kepti va bu so'zga bir ishinib bir ishonmay ting'irqab qopti. Oxiri donishmandning taklifiga asosan xotinidan urug' tuqqanlar orasida Navoiyning bor yo'qligini surishti qilgan ekan. Xotini: "Bir qo'shiq qanimdan kechib gunohimdan o'tgayla. O'zlariga ma'lumki, ko'p yillardan beri taxt varisining yo'qligidan tulum qayg'urgandilar. Xudoy taoloning buyrug'i bilan yana qiz tuqqan edim. Olam ko'zimga qorong'u bo'lib ko'rindi. Shu chog'da qizim o'tug'ut onasi bo'lgan mo'mayning menga ichi og'rib, dal shu kuni Navoiyning xotinining o'g'il tuqqanligini va uningga qizimni almashtirishimni aytdim. Boshqa ilojim bo'lmaganlikdan taxtning keyingi varisining g'amida sirni hech kimga aytmaslik sharti bilan bir xalta tilla berib balon almashtirdim. Oldinlarida turgan Navoiyning o'g'li shaxsan shohning tarbiyasida yuksak adab axloq ega bo'lib o'sdi. Hamma gap mana shu", deb so'zini tugatibdi xonish. Podshoh birdam xiyolga cho'kib, ondan mundaq debdi: "Taxit davlatimizni shunchalik o'ylaganing uchun senga rahmat. Amdi bo'ldigan ish bo'ldi. Haqiqatan bu o'g'limiz har jihatdan maqtashga arziydi. Xudoy taolo bu o'g'ilning peshonasiga hukmdorlikni yozgan ekan. Xonadonimizda u voyaga yetdi. Men uni o'zimning haqiqiy o'g'lim va mirosxo'rim hisoblayman", debdi. Uzoq o'tmay podshoh taxtdan voz kechib, o'g'ilni mamlakatga hukmdor deb e'lon qildi. Shuningdan keyinmi u hukmdor xumora tutganda issiq nonni purashni va uningga qarashni tashlamabdi. Real paketlarimiz bizga shuni tavsiya qiludiki, irsiyat bilan ta'lim-tarbiyaning bir-birini to'liqlab bir gavdalashi farzandlarimizdan buyuk shaxslarning chiqishiga asos bo'ldi. Hunarning va boshqa qobiliyatning otadan baliq irsiyat orqali miros qolganligini Uyg'urlarda udum qolgan deb ataydi. Real paketlardan yana bir qiziqarli misol elib o'taylik. Klar Sirviya ismli bir usulchi yurak o'pka ko'chirish operatsiyasini qildirgan. Uningga qatnash hadisiga uchragan 13 yoshli bir o'g'il bolaning yuragi bilan o'pkasi ko'chirgan. Shuningdan keyin usulchining uzoqlanish odatida ajoyib o'zgarish bo'lgan. U azaldan piv ichmaydi ekan. Operatsiya qilinib 3-kuni uning birinchi orzusi piv ichish bo'lgan. Ilgari yeyishni yaxshi ko'rmaydigan yemekliklarni yegisi keladigan bo'lgan. Bo'libmi to'q kapiga tulum amriq bo'lib qolgan. Keyin ma'lum bo'lganki, Tin ismli keliqi bola pivga va to'q kapiga shundoq amriq ekan to'q, hatto o'lgan chog'da yonchuqidan to'q kapi chiqqan ekan. Buningdan shundoq bir qonuniyatlik bog'lanishni tasavvur qilishga bo'ldiki, bir ikki a'zoning almashtirilishi bilan bir odamda shunchalik zo'r o'zgarish bo'lgan yerda bir butun vujudni, bir butun odamni paydo qilishga sabab bo'ladigan shahvatning farzandga ko'rsatadigan irsiy ta'sirining qanchalik zo'r bo'lganligini tasavvur qilish tez emas. Ikkinchidan, qiz yigitlar jo'r tanlashga intayin ahamiyat berish kerak. Biri yaxshi tarbiya ko'rgan odamni tanlash. Ikkinchidan, aqlli, qobiliyatli, o'qimishli odamni tanlash. Uchinchidan, qaddi qomati ravroz, bijirim odamni tanlash. To'rtinchidan, fazilatlik, xushfe'l, adabli odamni tanlash kerak. 11-asrning buyuk jamiyatshunosi Yusuf Hasajib qanday xotinga o'ylanish kerak degan nuqtada fikr qilib, oldi bilan bilimli, aqlli, taqvodor qizlarni tanlash kerak. Chiroyni qo'g'lashib, aql parasat qo'g'lashmasang, oxiri hammadan mahrum bo'lasan, degan. U yana tajribasiga asosan
Өзің қандақ болсаң, пәрзентің шындақ болды, деген. Hozirgi Uyg'ur jamiyatida yaxshi bo'lmagan bir xil xohish farzandlarning sufatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Buningda alohida diqqatimizni qo'zg'aydigan bir ish, saxta ankit to'ldirib, navrini chatadigan, ilmiy qonuniyat hurmat qilmay, peshonasidan ko'ridi deb ilmdoshlarning o'zaro to'y qilishiga yo'l qo'ydigan ahvol bor. Bu keyingi avlodlarga qasddan ziyonkashlik qilganlik bo'lib hisoblanadi. Yana biri jismoniy safoga ahamiyat bermayotidi. Yigit pakar bo'lsa, o'zidimi pakar qizni tanlab to'y qilib oladi. Bu xil ahvol bara-bara millatning jismoniy safosiga salbiy ta'sir ko'rsatib, pakarlar millatiga aylanib qolishiga sabab bo'ldi. 3-dan, ayollar bir-biriga bo'lgan chog'larda ruhiy va jismoniy sog'lomlikqa diqqat qilishi, bo'libmi bola elish uchun birga bo'lgan mezgillarda ayol bir-birining ko'nglini va kayfiyatini ko'tarishga alohida e'tibor berish kerak. O'ziga bo'lgan hurmat, mehr-shafqat va sevgini ko'rgan ayolning ko'zlarida hurmat uchqunlari chaqnab, chiroyi guldek ochiladi. Chiroy va lavlardan tabassum ketmaydi. Bu xil ruhiy kayfiyat uchunmi baxt huzurini beradi. 2 yoshning yashnayotgan baxt haroratidan paydo bo'lgan farzandlar farishtadek aqlli, istidodli, chiroyli, mehribon bo'lib tug'ildi. Xotinlar ruhiy tayyorliqsiz, xotirjamsiz va andish ichida palpatish, favqulodda yoki mas holda ish tutgan ayol bir-birining kayfiyatidagi o'zgarishlarni hisob olmay, zo'rliq bilan ish tutish, fasllarni yaxshi tanlamay, tumuz issiqlarda, qahratan sovuqlarda herib charchagan, ruhiy sulg'un, jismoniyati kasal va zaif chog'larda o'zini tutmay ish tutish farzandlarning oshkora va yoshirin nuqsonlar bilan tug'ilishiga sabab bo'lgan muhim omillar bo'lib qoldi. Shunga farzand ko'rmoqchi bo'lgan odam intayin mas'uliyatchanlik bilan ish tutishi, bir-biriga chin muhabbat bilan sodiq bo'lib, ko'nglini chekadigan, ruhiy zarba bo'ladigan ahvollardan parhez qilib, yaramli farzand uchun asos solish kerak. 2. Homildorlik mezgilidagi kutinishga ahamiyat berish kerak. Ayollar uchun aytganda, tug'ut bir o'lib, bir tirilish degan gap xotiramdan. Farzandning qo'rsoqda qaror tepishi xotin muhabbatining shirin mahsuloti. Bu mo'jiza xotinni bir-biriga tixim yaqinlashtiradigan, avlodni avlodga tutashtiradigan ruhiy zanjir. Biroq bu bolaning sog'lom, bejirim holda bu dunyoga ko'z etishi ayol uchun cho'ng bir sinoq. Ayollarga nisbatan aytganda, homildor bo'lib bo'shingacha bo'lgan 9 oy, 9 kun, 9 soat bir qatimliq hayot mamotliq kurash jarayoni. Bu onalarning insoniyat dunyosiga qo'shadigan ulug' ajr mehnatidan biri. Hech bo'lmaganda onalar mushu xolis tuhfasi uchunmi hurmatlanishga va qadrlanishga haqli. Biroq erlar va jamiyat shuni aniq holda e'tirof qilish kerakki, homildorlik mezgili ayollarning eng nozik va qil ustidagi mezgili. Shuningmi, ular odatdagidan bir hassa ko'proq kutinishga va hurmatga muhtoj. Chunki ular bu 9 oyda yangidan to'ralgan yangi mehmonni o'zining qarni orqali tarbiyalab o'stirdi. Bu bir yangi farzandning mukammal, sog'lom odam bo'lib tug'ilishi oilaning baxt saodati, zaminning xushalliqi shu bolaga nisbatan yashashdan iborat bir qatimliq ulug' fursatni berdi. Bu zaminga yangi ko'z etish oldida turgan bu aziz mehmonning to'liq yetilgan fiziologik organga, aql parosat va talant balqib turgan psixik asosga ega bo'lib tug'ilish uchun ota-onalarning yanada zo'r tirishchilik ko'rsatishiga to'g'ri keldi. Chunki homildorlik mezgilidagi kutinish yolg'iz onalarni asrashning ehtiyoji emas, balki farzandning psixik va fiziologik tarbiyasining asosini qurishda intayin muhim ahamiyat ega. Yana bir tarafdan, buvoqlarning tug'ilgandan keyingi ta'lim tarbiyasining unumini nihoyat yaxshi asos bilan ta'min etadi. Tug'ma talant degan boshqa narsa emas. U ota-onalarning to'liq yetilganligi bilan qo'rsoqdagi mezgildagi tarbiyaning o'lchamlik bo'lishidan hosil bo'lgan mukammallikning natijasi. Sho'rliq yerga tikilgan daraxt bilan chilon tuproqqa tikilgan daraxtning mevasining o'xshamaydiganligi, yaxshi beqilgan daraxt bilan beqish topmagan daraxt mevasining xilli farqli bo'lganligidan iborat qonuniyatni hamma ota-onalar yaxshi bildi. Garchi odam bilan daraxt o'xshamagan tabiiy jonliqlar bo'lsa-mu, lekin ikki shayni taqozo qiladigan qonuniyat ancha farq qilmaydi.
Şuna analarga hamildarlıq mezgilida kutinish haqida mundaq bir qancha tarafdan maslahat beramiz. Birinchi, ozuqlanishga alohida diqqat qilish kerak. Ayollar hamildarlıq mezgilida normal vaqtidagi qaraganda ozuqlanishga bakroq muhtoj bo'ldi. Uning ustiga bu mezgildagi ozuqlanish talabi va ehtiyoji alohidaroq bo'ldi. Hamildor bo'lib 40 kundan keyin laxta qonga jon kirdi. Dal mushu mezgildan boshlab ayollar sizlik bo'ldi. Sizlikning o'zi qursaqdagi buvoqning ozuqliq talab qilayotganligining bir xil inkosi. Uyg'ur xalqining an'anaviy qarashida ayollarning sizlik qanishi intayin muhim degan gap bor. Onalar sizlikka qonmaganda farzandning psixologik yetilishiga ta'sir ko'rsatadi. Yana bir tarafdan ochko'z, to'ymaz, ko'zi kichik bo'lishdek ahvollarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Garchi yuqorqidagi qarashlarning konkret ilmiy asosi bo'lmasa-mu, lekin u qarashlar uzun yillik tajriba saboqlar jarayonida kishilarning bilishiga aylangan o'rtaq tushuncha. Ilmiy nuqtai nazardan qaraganda, sifatli tug'ish deganda farzandlarning homil mezgilga yetilishi nihoyat muhim. Tibbiy ilmning talbiga asoslanganda, homilning normal taraqqiyoti aqsil bilan munosabatli bo'ldi ekan. Homildor ayollarning kuniga qabul qiladigan aqsilning miqdori 60 grammdan tuvan bo'lmasligi talab qilindi ekan. Shunga kalla go'shti, guruch qatorliqlarda aqsil ko'p bo'ldi. Guruchda garchi aqsil miqdori tuvarak bo'lsa-mu, lekin foydali tarafi 40% dan 50% gacha bo'ldi ekan. Ona teniga lozim bo'lgan muhim mineral moddalarning biri kalsiy ekan. Homila tug'ilishning oldingi oyida ona tenidan kalsiy qabul qildi ekan. Agar onada kalsiy kamlik qilib, homila muvofiq miqdorda kalsiy qabul qila olmasa, tug'ilgan balada rag'it so'ngak yumshoqlik kasal paydo bo'lishi mumkin ekan. Shunga onalar bu mezgilda vitamin D ko'proq bo'lgan biliqqa o'xshash yemekliklarni iste'mol qilishi, kun nuriga qoqlanishga ahamiyat berish kerak ekan. Odatda homildor ayollar kunda 150 gram kalsiy qabul qilish kerak. Temir moddasi-mu homildor ayollarga nihoyat muhim bo'lgan ozuqlik moddadir. Homilning qon ishlashga bo'lgan ehtiyoji hamda homildorlikning keyingi mezgilda homila jigarining temir moddasini saqlash ehtiyojiga asosan homildor ayollarning qizil qon oqsili ko'paydi ekan. Homildor ayollarda yana vitamin C kam bo'lsa bo'lmaydi ekan. Chunki vitamin C ning temir moddasini sumirishga foydasi bo'ldi ekan. Homila ayollarda vitamin E kamchil bo'lsa, tug'utdan keyingi sut yetishmaslik masalasini keltirib chiqaradi ekan. Shunga homildor ayollar yemekliklarni ko'p xillashtirish bilan birga go'sht, tuxum, sut, purchoq turdagi yemekliklar, yangi meva, yangi ko'ktatlarni ko'proq iste'mol qilish kerak ekan. Tomoqni bak mayli qilib yeyishdan parhez tutish kerak ekan. Ikkinchi, homila saf oksigenga, xush puroqlarga, xush ovozlarga, go'zal narsalarga to'liq muhtoj bo'ldi. Ba'zi ota-onalar balkim qursaqdagi buvoq qandaqsiga xush puroqqa, yiqimli ovozga muhtoj bo'ldi, qandaq puriya oladi, qandaq anglay oladi, ular go'zal narsani qandaq ko'ra oladi deb qarash mumkin. Yo'q, ular onaning vujudi orqali ko'radi, anglaydi, puraydi. Sat ko'rimsiz narsalar, yerginishlik narsalar ularning fiziologik yetilishi va go'zalligiga aks ta'sir ko'rsatadi. Tabiatning go'zal manzaralari, ya'ni daryolar, chiroyli cho'qilar, vodilardagi rang-barang gul chechaklar, yop-yashil maysalar onalarning ko'zini quvvatlash, ruhini ko'tarish orqali homilaga eng kerakli ozuqliklarni yetkazib berdi. Onalar homildorlik mezgilida imkon bor yiqimsiz, shovqinli, qo'rqinchli ovozlardan o'zini qochirish kerak. Bu xil normalsizlik onalarning kayfiyatini buzib qolmay, homilaning sog'lom o'sishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shunga onalar bog'larda qushlarning sayrashlarini, shirildab eqiyotgan o'stan suvlarining ovozlarini, larzon, yiqimli musiqalarni anglab turishi to'liq foydali. Onalar uchun yana burun orqali erishadigan ozuqning ahamiyati bebahodir. Havoliq joylarga berib turish, uyning havosini almashtirib turish, xush puroq gullarni purash, olma, qovun, shaptul, biya va boshqa yemaklik va nozik ne'matlarning xush puroqlaridan ozuqlanish nafas yo'llari faoliyatini yaxshilab, nafas yo'llarini tozalash, ruhni tetiklash, kayfiyatni ko'tarish orqali homilaga yaxshi yetilish imkoniyatini hozirlab beradi.
3. Ayollar homildorlik mezgilida ruhiy besimga uchramaslıqı, xafalıq tartmaslıqı, g'azab achchiqdan neri bo'lishi, tashvish va qo'rqishdek ruhiy holatlardan imkon bor o'zini ozoda tutishga tirishish lozim. Chunki bu mezgilda har qanday ruhiy zarba va azob-uqubat homilning sog'lom dunyoga kelish uchun aks ta'sir ko'rsatadi. Shunga bu mezgilda onalarmo o'zini obdan asrashi, oila tavobatlari va jamiyatmo homildor ayollarga alohida ko'ngil bo'lishi va g'amxo'rlik qilish kerak. Har qanday ish yuz bergan taqdirdami, erlar o'zini tutib olib, ba'zi taraflarda yo'l qo'yish pozitsiyasini tutish lozim. Ayollar homildorlik mezgilida erlar imkon bor uydan ayrilmay, ayoliga kuyunib, mehr-muhabbatini texim oshirib, ayolda ishonch va umid hosil qilish kerak. Bumo yanada onalar uchunlar emas, farzandlarning psixik va fiziologik sog'lomligi uchun ekanligini unutmaslik kerak. 4. Ayollar homildorlik mezgilida qolaymagan dori iste'mol qilmasligi, aroq-sharob, ichimlikka hargiz yaqin yo'lab qolmasligi kerak. Jinsiy munosabatdan imkon bor balduroq o'zini tartish lozim. Uyg'urlarda homildor ayollarni bir oy burun erning uyidan yo'tkab ketish odatimi shu nuqtani nazarda tutgan. Yar Muhammad Tahir To'g'liqning Uyg'urlar farzand tarbiyasi nomli kitobining 2 bobining mazmuni o'qib tugatildi. Keyingi qismda 3 bobining mazmunlari huzuringlarda bo'ldi.